Assalomu alaykum. Men keldim kartalarimni ko'tarib, yaxshi ko'rgan insoningiz haqida ko'ramiz. Nima sababdan sizga muomalaga chiqmayapti? Aloqaga chiqmayotganini chin sababini ko'ramiz. Kartalarni, energiyalarni kartalarga jo'natasizlarda. Karta ko'rishni boshladik. Komment yozayotganinglarga rahmat aytaman. Sizlarni juda ham hurmat qilaman. Sog' bo'linglar. Men 97 487 50 50 nomerda bo'laman. Boshqa profilda yo'qman. Ko'p rosa ham ko'payib ketibdi. Meni videolarimni olib boshqa anaqalar ochishib, meni videolarimni qo'yishyapti. Men faqat 97 487 50 50 nomerda bo'laman. Boshqa joyda yo'qman. Boshladik. Bu inson qanaqa inson? Bu inson qanaqa inson? Jicha kartalarda bema'nilari bor. Sal anaqa qilib bir ochib qaraman hop. Bu inson qanaqa inson? Bu odam puli bor. Undan tashqari rosa ham sovuq energiyadagi odam, jostki, ko'proq aqliga quloq soladi. Hozirda sovuq energiyada. Undan tashqari bu odam kam yolg'on gapiradi. Ko'proq haq nohaqlikka qarashi ham mumkin, lekin ayovsiz, odamni ayamaydi. Rosa ham jostki xarakterli inson. Keyin rosa ham jozibasi kuchli bu odamda. Bo'lishi mumkin, nima deydi? Balkim bu odamda o'ziga hozirda endi biz ham ko'ryapmiz bir taraflama. Keyin bu odam ko'p narsani sezib bilib turadi o'zi. Ko'p narsani tushlariga ayon bo'ladi, ko'p narsa ko'ngliga kelgan narsa bo'ladi. Undan tashqari odamni o'ziga qarata olmaydi. Bu odam ham sovuq energiyadagi odam, ham ko'pchilikka gapini o'tkaza olmaydi va ko'p narsani o'zi ham sezib turadi. Undan tashqari bu odam mahkam, haligi nima deydi, kurashuvchan bo'lishi mumkin. Astoydil qandaydir kattaroq narsa olish to'g'risida bu odam ikkilamchilikda turibdi hozir. Keyin undan tashqari bo'lishi mumkin, o'tmish bilan hozirgi holatini o'rtasida turgan bo'lishi ham mumkin. Meni kattaroq emas, o'tmish bilan hozirgi yashayotgan oralig'ini o'rtasida ikkilamchilikda turgan bo'lishi ham mumkin bu odam. Keyin bu odam rosa ham qaysar, o'zini gapini o'tkazadigan, o'zini injiq, qaysar, chiroyli kiyinishni yaxshi ko'radi, gapini o'tkazishni yaxshi ko'radi, chotki holatda yaxshi ko'radigan odam. Shunaqa ham keyin. Undan tashqari rosa ham qaysar odam. Keyin qizlar kommentda yozibsizlar, uylanganga nima, oilalilarga oching opa, oilasizlarga ochyapsiz. Raskladda kelganini o'qiyman-da, men ham kartaga tushgan narsani o'qiyman qizlar. Haligi u yoqdan bu yoqdan olib top qilib o'qolmayman. Kartada ko'rgan suratimni o'qiyman, hamma o'ziga keragini oladi. Meni karta o'qishimga pretenziya bildirsanglar, iltimos meni ko'rmanglar. Bundan keyin banga solaman, qora ro'yxatga solib tiqib yuboraman, qaytib meni ko'rmaysiz. Shunaqa. Keyin faxrlanmanglar, haligi nima deydi? Hamma boshida borini raskladni umuman jovrash bilan boshlash niyatim yo'q edi. Lekin ba'zi qizlar komment ham o'qib qolaman, oilalilarga ochinglar, oilasizga ochyapsiz, falon, po'kin deb. Boshida, hammani boshida nima kunlar borligi Allohga ayon. Ertangi kun hali tugagani yo'q hayotingizda. Siz ham shoshilmang. Xudo saqlasin, men sizga bu gapim bilan siz boshingizga kelsa u kun demoqchi emasman. Ersiz o'tirganlarga ham, shu ko'chada o'ynash olib yashayotganlarga ham oson emas. Ular ham ichidan o'tayotganini o'zi biladi. Haligi kibrga kamroq berilsa yaxshi bo'ladi qizlar. Prям уже asabni buzib yuboradi-da shunaqa kommentlarchi. Haligi oilalikka ochasiz, oilasiz, men erimga, keyin ba'zi qizlar ham yo'q, meni erimga atmosheniyga emas, men erimga deb faxrlanib gapiradi. В итоге qani ona holatinglar qanaqa holatda? O'ta yomon holatda bo'ladi, o'zlarini qaraydigan bo'lsak. Shuning uchun birovni boshiga kelgan kunda ermalashimga yo'q, ustidan kulishimga yo'q, yomonlashimga yo'q qizlar. Boshimizga kelib qolishdan Xudo saqlasin. Kartani boshlayman raskladda. O'ldi raskladdan. Shunaqa bu odam. Yana qanaqa odam bu odam?
Dальше ketaveraylikchi. Nima gap ekan? Yana qanaqa odam bu odam? Bu odam keyin undan tashqari qandaydir qarorlar qabul qilayotgani, juda ham sho'x odam. Kayf qilishdi, ko'pchilik bilan anaqada muomalada bo'lishdi, ko'p o'zini xursand qilishni juda ham yaxshi ko'radigan odam. Siz qanaqasiz bu yerda? Siz qanaqa energiyadasiz? Siz qanaqa energiyadasiz? Siz qanaqa odamsiz? Siz qanaqa energiyadasiz? Bema'niroq ekan. Siz qanaqa energiyadasiz? Siz hozirda nima deydi, xursandchiliklaringiz bor, lekin oldingidaqa siz hali yayrab yashnab ketayotgan joyingiz yo'q. Ko'proq asabiysiz, ko'proq yaxshi ko'rishingiz ham bor sizni. Sevishingiz ham, yaxshi ko'rishingiz ham, tuyg'u emotsiyalaringiz o'ynayotgani ko'rinyapti. Undan tashqari siz rosa ham oldinga qaraganda rosa ham ko'p narsalarga ko'zingiz ochilib, ko'p narsalar tushunib yetib qolgan, ko'p narsalarga уже anaqa bo'lib qolganingiz, kimnidirni yaxshi ko'rishingiz tushyapti. Yaxshi ko'rishingiz, lekin ana shu yaxshi ko'rgan odamingiz deb ko'proq siqilib qolayotganingiz, ko'proq haliynaqa dumkalarga tushib qolayotganingiz, ko'p xayollar sizga tinchlik bermayotgani, kechalarda ham menimcha balkim uxlamayotgan bo'lsangiz kerak. Undan tashqari hozirda mehnat qilayotgan odamsiz, nimadir olmoqchi bo'lyapsiz, harakat qilyapsiz, u mehnatlaringiz yoki olmoqchi bo'layotgan narsangizga уже to'playotgan bo'lishingiz ham mumkin, balkim bo'lishi mumkin. Rashkchi odam, qizg'anchiq odam ham bo'lishingiz mumkin. O'rtanglardagi munosabat qanaqa holatda? O'rtanglardagi munosabat nima desa bo'ladi bu yerda? O'rtanglarda munosabat qandaydir shunaqangi holat borki, bu yerda yo u yo siz ko'proq haligi haq-nohaqlikka qaralmayapti. Ko'zini yumib olib, ikkilamchilikda to'xtab qolish holatlarida bor, lekin o'rtanglarda уже sevish, yaxshi ko'rish, tuyg'u emotsiyalari borligi ko'rinyapti. Undan tashqari bu yerda erkak kishi ko'proq o'zini oromini, o'zini yaxshi ko'rishini, o'zini tuyg'ularini o'ylayotgani ko'rinyapti. Bo'lishi mumkin, hammanglarda bo'lmasa ham qandaydir o'rtanglarda yo ish taraflama birdamliginglar bor, yo oilaviy taraflama birdamliginglar bor, yoki pul taraflama bir o'rtanglarda munosabatinglarda borda shu narsalar. Undan tashqari qaysidir biringlar уже bu yerda harakat qilyapsizlarda va natija bo'lishini kutyapsizlar. Demak, bu yerdagi holat hozir nima desa bo'ladi? Bu yerda o'rtanglarda ko'proq nima desa, kelishmovchiliklar qattiq, erkak kishi ko'proq o'zini olayotgani bo'lsa ham kerak bu yerda. Ko'proq munosabatinglar balkim bitta olamda ba'zilar bo'lishi mumkin, o'sha o'rtanglarda farq borligi. O'zinglar bir anaqada bo'lsanglar ham, bir liniyada bo'lsanglar ham, lekin o'rtanglarda yosh taraflama farqinglar bor, yokida u boshqa yurtda, yoki siz boshqa shaharda, yokida millatinglarda farqinglar bor. Shunaqa narsalarda farqinglar borligi ko'rinyapti. Undan nimalar bo'lgan o'rtanglarda? O'rtanglarda duet va ham nimalar bo'lgan? O'rtanglarda уже bir-biringlarga nisbatan yaxshi ko'rish, sevgi, bir-biringlarni uzoqdan sog'inish, отношения uzoqdan bo'lishi bir xil holatda menimcha anchadan beri davom etgan shekilli o'rtanglarda. Undan tashqari bu yerda ayol kishi juda ham qadrli bo'lgan, sizga nisbatan erkak bu munosabatlarda sizni juda ham qadrlagani ko'rinyapti. Undan tashqari yana nima bo'lyapti? O'rta munosabatinglar уже anchadan beri davom etganligi, anchadan beri отношенияda bo'lganliginglar ko'rinyapti. Balkim bo'lishi mumkin, ba'zilarda o'rtanglarda farzand bor, lekin hozirda bir emas, ikkita farzand bo'lishi ham mumkin bu yerda. Farzandlar borligi ko'rinyapti. Undan tashqari bu yerda munosabatinglarda nima deydi? O'sha anchadan beri отношениялар, munosabatinglar ko'proq bu yerda karmический отношения bo'lyapti, deyapti. Hozirda lekin bu munosabatinglar hozirda juda ham kuchli transformatsiyalar, juda ham kuchli o'zgarishlar bo'lganliklari bu yerda ko'rinyapti. Erkak kishi bu yerda ko'p janjallar qilgan, ko'p g'alvalar qilgan, asabga teggan. Tanlovda ham keyin undan tashqari erkak kishi bu yerda tanlovda turgani, o'sha
yaxshi ko'rish bor, lekin bu yerda tanlov bo'lganliklari ham bu yerda ko'ryapti. Ko'p o'rtalarga, munosabatlarga sovuqliklar tushib ketgan, bir-biringlarga energiyalar pastlab ketgan bo'lishi mumkin. Yo u taraf, yo siz taraf kuch kelib turib, уже munosabatlarga baribir ham уже yaxshi ko'rish, sevgi, muhabbat, tushunmovchilik, ko'z yosh, dilozori deyarli bu отношенияda hamma yo'q bo'lib o'tgan. Munosabatlarda u qanaqa ko'ryapti? Munosabatlarda, o'rtalardagi munosabatda aqlingizdagi, qalbingizdagi inson qanaqa ko'ryapti? Munosabatlarda bu yerda nima desa bo'lar ekan? Munosabatimiz deyarli anchalar orqada qolib ketdi. Munosabatlar deyarli energiya pastlab ketdi. Munosabatlar tushib ketdi deyapti. Ko'p kelishmovchiliklar bo'lgani, уже munosabatlarni tugatmasak bo'lmaydigan holat deyaptimi bu yerda tushunmadim. Ko'proq u odam bu yerda sizni ko'proq qanaqaqa qilib turib, aybdor qilib turib o'zini chiqarib olyaptimi? Shunga o'xshagan holat bo'lyapti. Yoki o'zini bu odam ayblarini biladi. Ayblarini tan olgisi kelib ayta olmayotgani bu yerda ko'rinyapti. Yana qanaqa ko'ryapti? Уже baribir ham o'rtalarda ko'p hali yangi dilozorlik, xafagarchilik, gap so'zlar chiqib kelyaptimi? Shunga o'xshagan holatlar bo'lgan bo'lsa, bu narsani ham gapiryapti. Yoki o'rtalarda har xil gap so'zlar, har xil qiyin vaziyatlar bo'lishi borligini ham bu yerda gapirib o'tyapti. Undan tashqari baribir ham lekin bu yerda o'zi ko'p munosabatlarda o'zi halindaqa qilgani, nima deydi? Intilishi bor bo'lganliklari, undan tashqari o'zi ko'proq sovuq energiyada bo'lganliklari, undan tashqari baribir munosabatlar haligi o'zi intiladiganmi, o'zi haliyam bu отношенияларga bu odam haliyam qaramliligini gapiryapti. Bu odamga haliyam bu munosabatlarga bu odam haliyam halindaqa qarab qolgan, shunga o'xshagan holatdaligini gapiryapti. Keyin qandaydir menimcha bu odam sizni kutyaptimi yoki harakat qilib qo'yib turib, indamay chekada tomosha qilib turibdimi, shunga o'xshagan holati ham borligi bu yerda ko'rinyapti. U sizni qanaqa inson deb o'ylayapti? Yana qanaqa deyapti? O'rtalardagi munosabatchi yarashadigan holat deyaptimi yo bu munosabatlar tugadi deyaptimi? Shuni ko'raylik. Munosabatlar tugadi deyaptimi? Da menimcha bu yerda munosabatlar tugadi deyapti shekilli. Balkim bo'lishi mumkin. Bu yerda hozir vaqtinchalik arazdamiz, lekin yana yarashib ketamiz. Iloji yo'q, yarashmaslikni ilojisi yo'q deyapti. Bu yerda agar farzandlar bo'lsa, farzandlar uchun ham, oila uchun ham yarashamiz o'rtada degan gaplar bo'lyapti bu yerda. U inson sizni qanaqa ko'ryapti? Inson sifatida u inson sizni qanaqa ko'ryapti? Shuni ko'raylikchi, nima gap ekan, qartam yig'ishdi. Inson sifatida u inson sizni qanaqa ko'ryapti? Odam xarakteringizni qanaqa ifodalaydi ekan? Rosa ham halindaqa o'tkirligingizni gapiryapti. Balkim bo'lishi mumkin, jicha aymaydigan, жесткийligingizni ham, lekin shu yerda o'zida sizni vafodorligingizni gapiryapti. Qanchalik haligi ochiq yurgan bo'lsangiz ham, atrofingizda boshqa birovlar ham bo'lgan bo'lsa ham, yoki boshqa yurtda bo'layotgan bo'lsangiz ham, sizni vafodor inson deyapti. Keyin rosa ham aqlli inson, mudriy odam deyapti sizni. Keyin undan tashqari tashqi ko'rinish, figuralaringizni ham gapiryapti. O'zingizga qarab chiroyli yurishingizni gapiryapti. Undan tashqari haligi nima deydi? Bu yerda ko'proq bosiqligingiz to'g'risida gapiryapti shekilli. Haligi indamasdan yurib, ishni bitiradi deyapti shekilli. Endi anaqa nima deydi? Ko'rganim o'qiyman-da qizlar men ham. Undan tashqari sizni добрый deyapti, yaxshi inson deyapti. Ko'proq sizga ishonsa bo'lishini gapiryapti shekilli bu yerda. Shuning uchun o'zini yomon munosabatlarda уже butunlay sizni qoralab tashlamagan dedim, yo'q qoralamadi-yu, bu yerda уже haligi o'zini aybdorligini просто tan olmasdan gapirdi. Kartalardan отношениялар qanaqa ko'ryapti deb o'qiyotganda. Undan tashqari lekin sizni haligi yomonligingizni ham biladi, yomonligingizni ham ko'rgan bu odam. Anchalar boshiga baloligingizni ham ko'rgan. Qandaydir siz uni tekshirasiz,
orqasidan degan o'y ham bor bu odamda. Xabarlarmi, shunga o'xshagan holatlar, siz buni surishtirib yurasizmi, shunga o'xshagan holatlar borligini ham gapiryapti. Tashqi ko'rinishingizni gapiryapti. Tashqi ko'rinishingizga pul sarflashingizni, o'zingizga qarab yurishingizni gapiryapti. Go'zal, chiroyli, nejniy inson deyapti. Sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa, munosabatinglarni va sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa bu insonni bu kartada ko'raylik. Sizga bu insonni tuyg'ulari qanaqa? Yaxshi ko'rgan insoningiz sizga tuyg'ulari qanaqa? Sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa? Bu yerda bu odam sizni rosa ham qattiq yaxshi ko'rishi ko'rinyapti. Juda ham menimcha o'rtanglarda agarda munosabatinglar gaplashmay qo'ygan bo'lsanglar, muomala qilmayapsizlar tushdi-yu, muomala qilmayotgan bo'lsanglar, bu odam sizni rosa ham yaxshi ko'rishi, sevishi, undan tashqari sizni oilam deyaptimi? Menimcha agarda sizdan farzandlari bo'lsa ham, u farzandlarni bu yerda sog'ayotgani gapiryapti. Ko'p narsadan o'zini ham hafsalasi sovib ketgani, qandaydir o'zini oqlab olyaptimi, qandaydir yo'q, o'zini hafsalasi sovib ketgan emas, bu yerda ko'proq o'zi tushkunlikka tushib qolayotganini gapiryapti. Sizlarda bu odam qandaydir tushkunlikka, diqqatchilik, shunaqa holatlarga tushib qolayotganini gapiryapti. Keyin sizga nisbatan qandaydir bu odamda diqqatchiligi bor, dilozorlik, xafagarchiligi, kelishmovchiliklarni orqasidan yoki-da sizni boshqa birovni topib oldi deb qandaydir bu odamni ichida nafratimi, g'azabimi, shunga o'xshagan holatlar bor. Keyin ham bu odamni o'zidan o'zi hafsalasi sovib ketyapti, yomon holatlarga tushyapti. Siz bu odam uchun juda go'zal, qadrli, kerakli inson bo'lgansiz. Sizsizlikda bu inson o'zini qanaqa his qilyapti? Sizni sog'inyapti, tushyapti, boshqa yaxshi ko'radi, tushyapti. Sizsizlikda bu inson o'zini qanaqa his qilyapti? O'zini deyarli nima deydi, o'zini ko'proq pulga uryapti bu odam, ishga uryapti, o'zini shunaqa narsalar bilan aldashga harakat qilayotganini bu yerda ko'rsatyapti. Xo'p, dalishchi o'zgarishlar bo'lyapti bu odamda, rosa ham qattiq o'zgarishlar bo'lyapti. Mana sizsizlikda nima ahvolga tushyapti? Pulga uryapti, o'zini ishga uryapti, mehnatga uryapti, lekin sizsizlikda chiqqan kartalarni ko'rsatyapman qizlar. Sizsizlikda juda ham tushkunlikka tushib ketyapti. Qalbida, dilida og'riq bo'layotganini gapiryapti bu yerda. Juda ham qattiq, ko'p sog'inchlar borligi. Bu odam nima desa bo'lar ekan? Bu odam psixический taraflama ham уже sizni sog'inib holati yaxshi emas. Siz tarafga menimcha harakat qilib kelyapti bu odam. Qo'yib bersam hozir besh raskladni bitta kartada tugatib yuboraman. Sizni bu odam anchadan beri yaxshi ko'rishini, sizni bu odam chuqur yaxshi ko'rishini gapiryapti qizlar. Shunaqa kartalar вообще zo'r chiqarib yubordinglar-ku raskladda. Ayol sifatida sizni qanaqa ko'ryapti, shuni ko'raylikchi. Ayol sifatida sizni qanaqa ko'ryapti? Ayol sifatida siz ayolasidan tashlab ketishingizni biladi bu odam. Siz orqa oldingizga qaramay ketishingizni biladi. Keyin ham chestniy deb o'ylayapti. Undan tashqari sizni manipulyator deyapti, ko'proq o'zinikini o'tkazadi deyapti. Adashmasam menga gapishib oldi degandaqa narsa ham bor. Undan tashqari, lekin sizdan tashqari bu odamni boshqa ayollarga ham o'z vaqtida qiziqishi juda ham baland bo'lganligini gapiryapti. Sizni ibo-hayoyingiz borligini gapiryapti. Strastni o'zga odamni qarata olashingizni gapiryapti. Intilishchi, sizga intilishi qanaqa? Sizga intilishi deyarli sizga intilishi menimcha bu yerda sizga intilishi juda baland emas. Qandaydir bu odamda o'sha vayron bo'lib, u taraflama, intilish taraflama juda katta emas, lekin sizni yo'qotgan taraflama, tuyg'u taraflama sizga intilishi baland, lekin как женщинаga, как ayol singan yaqinlik tarafga intilishi unchalik baland emasligi bu yerda ko'rinyapti. No, lekin baribir ham bu yerda ham o'sha sog'inch bor. Sog'inch bor, lekin menimcha sizga qaytadigan ahvoli qolmadi ham, munosabatlar qolmadi ham deb o'ylaydi shekilli. Nima sababdan sizga bu inson aloqaga chiqmayapti, shuni ko'raylikchi. Bunda ko'ramiz.
Nima sababdan bu inson sizga aloqaga chiqmayapti? Nima sababdan bu inson sizga aloqaga chiqmayapti? Nimani sabab? Bu inson aloqaga chiqmayotgani sababi nima? Ayol kishi ko'rsatyapti-yu. Balkim bo'lishi mumkin, bu yerda onasi bo'lishi mumkin. Balkim yana boshqa ayol kishi yo opa-singlisi balkim bo'lishi mumkin. Yana sizni sopernisangiz ham bo'lishi mumkin. Yana nimaga sabab? O'zingizni ham sabab qilib ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin bu yerda. Balkim bo'lishi mumkin ba'zilarda agar er-xotin bo'lib yashagan bo'lsanglar, o'rtalaridagi munosabatlar buzilib, ajralishgador bo'lgan bo'lsanglar, shuni ham sabab qilib gapiryapti bu yerda. Agarda unaqa bo'lmasanglar, agarda sizni kundoshingiz bo'ladigan bo'lsa, raqibingiz, uchinchi inson, uni hayotida ayoli bo'ladigan bo'lsa, u ayoli bilan ajrashib ketib qolishdan qo'rqyapti bu odam. Shuning uchun sizga aloqaga chiqmayapti. Yana nima sabab? Keyin undan tashqari bu yerda уже yana tuyg'ulari haqida gapirib ketyapti o'sha bu yerda bu odam. Bu ayolga nisbatanmi? Yokida уже yaxshi munosabatlarimiz yo'q bo'lib qoladimi? Tipa shunga o'xshagan holatda bu yerda menimcha aldab yurib buni aloqaga chiqartirmayaptimi? Agar onasi bo'ladigan bo'lsa, buni qandaydir shunaqa yaxshi gapirib, yaxshi muomala qilib, shunga o'xshagan holatlarda bu odamni yo'lga solyapti. Keyin qandaydir munosabatinglarga pul aralashgan bo'lishsa ham shuni ham gapirib o'tyapti bu yerda. Bu yerda potok ko'pda, odam ko'pligini uchun hammanglar o'zinglar keragini topib olasizlar. Kerakli gaplar o'zinglarga tushadi qizlar. Bu yerdagi sababi уже yoki ayolni yoki emas, ko'proq aniq ayol kishini deb ko'rsatyapti. Yo bu yerda onasini ko'rsatyapti ba'zilarda yoki sopernisangizni, ba'zilarda o'zingizni ham ko'rsatyapti. Munosabatinglar haqida gapiryapti. Munosabatinglardan уже o'zi ketgani sabab ham sizga chiqolmayotganiga aloqaga chiqadimi? Chiqadimi aloqaga? Hali berika yo'q, bu odam chiqmaydi. Lekin qandaydir og'irroq periodini o'tkazib olib turib, baribir chiqadi, chiqmay qaboradi. Chunki buncha tuyg'u bilan buncha sizni qo'yib olmagan bu odam bu ahvolda anaqa chiqmay qo'ymaydi. Chiqadi bu отношенияларда bu erkak kishi, lekin qandaydir vaqt o'tishi bilan keyin sekin-sekin уже paydo bo'lib, shunaqa baribir ham sizdan voz kecholmayotganini gapiryapti bu yerda. Dальше munosabatinglar nima bo'ladi? Yarashuv bormi? Bu yerda aloqaga chiqishini gapiryapti-yu уже. Agarda anaqa bo'lmagan bo'lsanglar, o'rtalarda nikoh o'qitilishi ham borda, qandaydir balkim arazlab, haligi og'izdan har xil gaplar chiqib ketib qolib, o'rtalarga anaqa tushgan bo'lsa ham, ayriliq unaqa nikoh taraflama ayriliq tushgan bo'lsa ham, shu narsa ham bo'lishi borligi gapirilyapti qizlar, xudo xolasa. Bu inson bilan munosabatinglar chiqishi bor aloqaga, lekin yana qandaydir dilozori, shunga o'xshagan holatlar bo'lishi bor va keyin inshaalloh xudo xolasa, agarda siz bu odamga tegmagan bo'lsangiz, inshaalloh to'y bo'lishi yokida nikohiga o'tishinglar bo'lishi borligi ko'rinyapti. Qizlar, o'zinglarda ehtiyot qilinglar, menga ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar.